Yo'l aka ketlasak qayerdandir meni nok qilishdi. Resalga qilishga esa vaqt umuman yo'q. Eplab-seplab sheriklarim tarafga o'tib oldim. Siz bunchalar baquvvatsiz. Siz zo'rsiz, siz kuchlisiz. Siz meni yelkizda olib ketayotganingizda shuni tushunib yetdimki, hali ham oqibat degan narsa bor ekan. Endi meni ko'tarishyapti deb xursand bo'lsam, orqamizdan sirazi zona yetib keldi. Ikkita bint to'rab turib sirazi katlab techkuraman desam umuman ulgurmadim, yana nok bo'ldim. Endi video roligimiz sarlavhasiga ham yetib keldik. Bu yerda menga qilingan oqibatni ko'rib, chiroyli montaj qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman. Agarda yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Bo'ldi. Meni mana shu yerda tashlab ketinglar. Sumkamdagi bor aptekani oling. Yo'q, men sizni tashlab keta olmayman. Meni tashlab ketmasangiz bo'lmaydi axir. Yashashingiz kerak-ku. Keyin butun umr aybdorlik hissini his qilib yashashni xohlamayman. Nima bo'lsa bo'lar, biz yashashimiz kerak. Xo'p, bo'lmasam tezroq keling. Yana zonada siz ham qolib ketmang. Mana sizga nima degandim? Mana zonaga ham ozgina qoldi. Harakat qiling. Ha, siz bo'lmaganingizda men zonada qolib ketardim. Agar malol kelmasa bitta aptechka bering. Bu video roligimiz ham oxiriga yetib qoldi. Nima ham deymiz? Hammamiz shunaqa oqibatli do'stlarimiz kasal bo'lishmasin. Sizlar bilan bo'yka bo'ldi. Sog' bo'linglar. Yo'l aka ketlasak qayerdandir meni nok qilishdi. Resalga qilishga esa vaqt umuman yo'q. Eplab-seplab sheriklarim tarafga o'tib oldim. Siz bunchalar baquvvatsiz. Siz zo'rsiz, siz kuchlisiz. Siz meni yelkizda olib ketayotganingizda shuni tushunib yetdimki, hali ham oqibat degan narsa bor ekan. Endi meni ko'tarishyapti deb xursand bo'lsam, orqamizdan sirazi zona yetib keldi. Ikkita bint to'rab turib sirazi katlab techkuraman desam umuman ulgurmadim, yana nok bo'ldim. Endi video roligimiz sarlavhasiga ham yetib keldik. Bu yerda menga qilingan oqibatni ko'rib, chiroyli montaj qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman. Agarda yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Bo'ldi. Meni mana shu yerda tashlab ketinglar. Sumkamdagi bor aptekani oling. Yo'q, men sizni tashlab keta olmayman. Meni tashlab ketmasangiz bo'lmaydi axir. Yashashingiz kerak-ku. Keyin butun umr aybdorlik hissini his qilib yashashni xohlamayman. Nima bo'lsa bo'lar, biz yashashimiz kerak. Xo'p, bo'lmasam tezroq keling. Yana zonada siz ham qolib ketmang. Mana sizga nima degandim? Mana zonaga ham ozgina qoldi. Harakat qiling. Ha, siz bo'lmaganingizda men zonada qolib ketardim. Agar malol kelmasa bitta aptechka bering. Bu video roligimiz ham oxiriga yetib qoldi. Nima ham deymiz? Hammamiz shunaqa oqibatli do'stlarimiz kasal bo'lishmasin. Sizlar bilan bo'yka bo'ldi. Sog' bo'linglar.